Bugun o'zim ta'lim berayotgan 3-sinflar haqida so'z yuritmoqchiman. Sinfimizda jami 17 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. O'quvchilarning 6 nafari rus maktablaridan kelgan bo'lib, ta'lim tili va muhiti o'zgarganiga qaramay, jamoaga tez moslashdilar. O'quv yili boshida o'quvchilar turli maktablardan kelishgan, ularning bilim darajalari ham turlicha edi. O'quvchilarning bilim sifati ona tildan 65%, matematikadan esa 70% dan pastroq edi. Berilgan sifatli ta'lim natijasida bugunga kelib o'quvchilarning bilim sifati ona tildan 88% ni, matematikadan esa 90% ni ko'rsatmoqda. Sinfimiz o'quvchilarining 3 nafari Irina olimpiadasining respublika bosqichida matematika va ingliz tili fanlari bo'yicha ishtirok etdilar va ular yuqori ballar 83 va 81 ballni qo'lga kiritdilar. Yana bir quvonchli xabar. O'quvchimiz Rayhona Xalqaro Tassimo olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etdi va final bosqichiga yo'l oldi. Sinfimiz o'quvchilari har kuni Yaponiyaning Kumon metodi asosida misol va masalalar yechadilar. Ular 8-10 minut vaqt ichida maxsus dasturda berilgan 200 ta misol va masalalarni bajaradilar. Bu esa ularda tezkor fikrlash, diqqatni jamlash, mas'uliyat hissini shakllantiradi. O'tgan yillar mobaynida o'quvchilarimiz juda kam kitob o'qishgan. Hozirda sinfimiz o'quvchilari har oyda 4 yoki 5 ta kitob o'qishadi. O'quvchilarimiz mutolaa kundaligini yuritib, har kuni o'qigan sahifalarini diagramma tarzida belgilaydilar va kitob mazmuniga mos rasm chizadilar. Quvonarlisi, sinfimizda kitobxonlik 100% ni tashkil etyapti. Barcha o'quvchilarimiz muntazam ravishda kitob o'qib, o'z bilimlarini va fikrlashlarini kengaytirib bormoqda.